Telegram profilingizni deleted account, ya'ni o'chirilgan hisob qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bugungi video aynan siz uchun. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Ro'zi Muhammad Murodov. Qadrdonlar, bugungi videomizda qisqa lo'nda Telegram accountingizni deleted account haqida qilish haqida gaplashib o'tamiz. Obunachilarimdan iltimos tushganligi tufayli videoni olmoqdaman. To'g'ri, bunaqa videolar ko'p, lekin videoni ko'rsanglar albatta o'rganib olasizlar. Qadrli kuzatuvchilar, Telegram profilini deleted account qilish uchun bizga Google kerak bo'ladi yoki Telegraph kerak bo'ladi. Va bundan tashqari iloji bo'lsa, aynan xuddi shu o'chirmoqchi bo'lgan akkauntinglarga boshqa messenger ochib olishinglar qulayroq bo'ladi. Ya'ni uydagilarga yoki boshqa plus yoki aka ilovalarni ochib olsanglar juda ham qulay bo'ladi. Google'ga kirasizlar. Telegram deleted account deb yozasizlar. Qidiruvga bosasizlar. Bu joyda birinchi chiqqaniga mana bosasizlar. Bosganinglardan so'ng bu joyda mana bu joyda deleted qilmoqchi bo'lgan, ya'ni o'chirilgan hisob qilmoqchi bo'lgan akkauntingning nomerini yoz. +99899 328 90 next deb bosamiz. Bosganimizdan so'ng kod keldi mana. Aynan shu kodni yozishinglar kerak bo'ladi. F6 DB H6 07 F0 next deb bosasizlar. Bosganinglardan so'ng bu joyga delete qilmoqchi bo'lgan sababini yozdingiz. Hech narsa yozmasdan mana uni bitta bossalaring Telegram o'chib ketadi, afsuski. Bu Google orqali deleted account qilish edi. Endi hozir Telegraph dasturi orqali o'chirilgan hisob qilishni o'rgataman. Profilga sozlamalarga kirasizlar. Mana bu joyda Telegram accountni o'chirish bor mana. Shunday bosasizlar va mana bu joyga mamlakatni tanlab, mana joyga 99899 328 98 72 shunday bosasizlarda mana buni bosasizlar. Bosganinglarda kod keladi, yana mana shu kodni terasizlar. Qaranglar. F N F P 6 N F S 9 K. Mana bu bosganinglardan so'ng mana bu joyda 8671 tugmasini mana bu joyga yozdinglar. Terasizlar, bitta bossalaring ikkalasidan ham o'chib ketadi. Bugungi videomiz, ya'ni o'chirilgan hisob qilish videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.